Haydovchi 12 qiziqchilar bugun sizlar bilan krevetki va chig'anoq haqida gaplashamiz va sizlarga bularni ko'rsatib tushuntirib o'tmoqchiman. Qani ketdik. Birinchi man sizlarga bular qayerdan kelgan va kimni olib kelgan. Bularni oyim adam Rossiyaga ketganda krevetki chig'anoq kelib bo'lganlar va o'sha yerda mani kolleksiyalarim uchun olib kelganlar. Qani sizlarga hozir bilan ko'rsatib o'taman. Ketdik. Birinchi man shunaqa qilib chiroyli qilib mana bunaqa narsaga taqib oldim. Bu yerda ko'rayotganinglardek krevetkalar juda ham ko'p, ya'ni krevetka yeganlar bo'pti ketdim. Buni oti krevetkami yoki biror bir anaqa boru o'shana bilan almashtirib olmanmi bilmayman. Kommentariyga yozib ketasizlar, o'zi krevetkami bo'pti. Mana shunaqa krevetki deb aytib ketaveraman. Mana bunaqada yeb turadi, bundoq tortib yeyiladigan. Buni dodam yeganlar ko'proq. Mana shu bilan mana shunaqa ikkalasi parni bo'lib yopishib turgan. Keyin bular yo'lda kelganda ochilib, mana bunaqa joylari ko'rayotganlar sinib anaqa qilib ketavergan. Ana, ko'rdinglar? Shunaqa bo'lib ketgan. Endi men sizga chig'anoqlarni ko'rsatib beraman. Menga mana bunaqa chig'anoq juda ham yoqdi. Men bu oddiylardan ko'ra mana shu chiroyli deb o'yladim. Buni bilasizlar, pushti, har xil svetlar bor. Shunaqalardan bo'lsa boru, jon derdim. Bottiq sanib ketgan. Bu qalinroq, mana ko'rayotganinglarda o'sha bilinyapti. Men bu butunini ko'rayotganinglarda rosa chiroyli, ichlari oppoq. Buni ichidan aniqli chiqadi, bilasizlarmi? Dumaloq kristalchiklar. Bularni bilmayman, lekin bu kichkinalaridan bu yerda bo'lsa kattasi bor. Hali bu yuvilmagan, hech nima qilmagan. Maktabdan kelsam, dodamlar bitta anaqani ochishganki, o'sha yerda topishibdi buni. Bu oq. Sindirib oling. Buni qo'ziga ochilib, ichlarida tursa, vav derdim. Ko'rdinglarmi? Rossiyam zo'r. Agar bu videom sizlarga qiziqli bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa qizil yurakchani bosib ketinglar. Man bo'lsa sizlarni qizil yurakchalaringizni ko'rib, qizil choy ichib o'tiraman. Sizlarga bosib ketinglar, lekin bo'lmasa xafa bo'laman. Yeb ko'ramizmi? Mana qaranglar. Ishlagan joyim oppo bo'lib qoldi. Tushunmoqchi edi. Boshqa raskofka bo'lmadim. Xullas bir balo bo'lmam, turishim kerak. Shunaqa bo'ldim. Keyin mana bunaqa ukamga Rossiyamda ko'p buni har xil svetlaridan bor. Mana bunaqa dislamim. Ukam bunaqa rubichiklarni, anaqalarni juda ham yaxshi ko'radi. Va buni ham ko'rsatib beraman. Bu mana tuxum shakliga keladi, keyin bunda o'chasizlar dinozavrchik. Qayerdan yaxshi ko'radi, bilmadim, lekin ukamga shunaqa robotga ham mashinaga aylanadiganlar juda ham yoqadi. Ko'rdinglar? Bundan ham bizga raskakovka qilib ketaveramiz. Mana bunaqalar bizda rosa ko'p kichkina o'yinchoqlar. Men multfilmda bor, bilasizlar? Bitta multfilmda bor. Va mana bunaqa robotchik. Bular menimcha hammada bor deb o'ylayman. Keyin chorraha yo'llardagi anaqalar. Mashinacha. Bu Kinderdan chiqqan. O'zi juda ham men yoshligimizda rosa Kinder ko'p yeganmiz. Mana bunaqa kichkina mashinalar menimcha Kinder degan chiqqan. Ko'rdinglar?
qancha ko'p hammasi chiqqan. Men buni sotib olganmiz. Bu yerda eshigi bo'lardi, qaranglar. Bunda bitta ko'rasizlar, bu yuribdi. Mana qilsam o'tiribdi. Ko'rdinglarmi? Rasiyam zo'r. Buni eshigi ham bo'lsa edi, bunaqa ochilardi. Mana eshigi bor edi. Va bunaqa temir anaqa. Hozir bitta bu temir dashi yo'q. Da yo'q ekan bu yerda. Xullas, krevetka, chig'anoq qaysi bo'lsa ham sizlarga bu video zo'r chiqqan bo'lsa, qizil yurichan bosib ketinglar.